Assalomu alaykum akalar, ukalar, do'stlar. Musofirda yurgan aka-ukalar, parvoz aka-ukalar, hamma sog'liqmi, oilalar tinchmi? Aka-ukalar, bugungi master class deydimi? Shu jo'jalar bo'yicha, masalan, hozir 3 oylik, 4 oylik jo'jalarda bu shu modda yetishmovchiligi juda ham kuzatiladi-da. Shu bo'yicha savollar juda ham ko'payib turibdi. Aka-ukalar. Shuning uchun jo'ja xo'rozlarga juda ham e'tiborli bo'lamiz. Akalar, ukalar, yurtdoshlarimiz tomonidan shu ko'p qo'ng'iroqlar shu hozirgi masalan mana shu qaqras mana shu 2 oylik 3 oylik davridagi bir muammolar. Qanoti osilib turibdi, bu qilib turibdi, bu qilib turibdi degan nimalarda. Aka-ukalar, bu hammasi shu oziqlantirishdan kelib chiqadi. Shu qanoti osiladimi, boshqa qiladimi, bo'yni qiyshayadimi, bu sizni oziqlantirishingizdan. Masalan, bu jo'jalar hozir 2-3 oylik davrida o'ta shu minerallar, makro, mikro elementlarga juda ham talabi oshadi. Shuning uchun bu iloji bo'lsa, mana men hozir xo'rozchalarni polni bo'lakladim, отдельный qildim. Mekanlar uncha bildirmaydi aka-ukalar, ayniqsa parvozlar. Parvozlar bu e'tiborli bo'lamiz. Shu ko'p parvozlarimiz nima qiladi? Mekanlar bilan birgalikda qo'yib boqadi. Bundan to'g'ri уже 2 oylikdan keyin отдельный qilib jo'jalarga, masalan, xo'roz jo'jalarga juda ham e'tiborli bo'lishimiz kerak. Mekan jo'jalar uncha e'tibor talab bo'lmaydi, u kala bo'laveradi. Mana bu xo'roz yirik bo'lgandan keyin tez o'sish nisbatini bu shu modda, makro, mikro elementlar, vitaminlarni ko'p talab qiladi aka-ukalar. Mana hozir xorvozlar chiqdi. Shu mana hozir shuni ko'rsataman deb ham shu videoni ishlab o'tiribman. Masalan, xorvozlar ayamanglar-da, vitaminni ayamanglar. Vitaminni uyib tashlang oldiga. Masalan, xorvozlar bering bir mahal, sabzi, beda, oshqovoq, lavlagi, ozgina piyoz, ozgina chesnok, shu narsalarni aralashtirib har kuni shu yeb yursa, bu vitaminlar bo'ladi. Bu makka yarmalari, bug'doy yarmalari, nimaga? Bu makka yarma, bug'doy yarmalari tarkibida ham ma'lum miqdorda vitaminlar bo'ladi. Bu vitaminga juda ham talabi oshadi, makro, mikro elementlarni. Masalan, men ko'p ta'kidlayman mana. Men aytgandan bir ko'rsatib isbotlagan yaxshi deydi. Mana so'ndirilgan ohak, maydalangan shag'allarda ko'p gapiraman mana. Oldida polni tashab qo'yibman mana. Mana maydalangan shag'allar, so'ndirilgan ohak, o'tin kuli, hamma narsa bor mana oldida. Shuning uchun ham shu yerga chiqadi, shu yerda nima qiladi. Ana shu narsalarni juda ham e'tiborli bo'lamiz aka-ukalar. Shu problemalar yechiladi shunda. Endi bular hozir juda ham shu modda talab qiladigan payti, shuning uchun bularni уже отдельный qildim. Bular hammasi xo'roz aka-ukalar. Buni orasida mekan yo'q. U chetda katta partiya xo'rozlarimiz ham yotibdi. Endi ular отдельный yurib, o'tiray. Janjallashma, men blokka tushirib qo'yasan. Уже mana u jo'ja mana o'tirib boshladi уже mana. Уже buni oldini olmasa sirazi, masalan, hozir yurgizsa yurib ketadi mana, zakonni yuribdi mana. Yurishiga gap yo'q. Mana. Hech qanday nimasi yo'q ko'zingizga. Lekin bu уже bundan modda yetishmovchiligi boshlangan ozgina. Buni уже chora tadbirini ko'rmasak, mana shu keyin o'tirib qoladi, yura olmay qoladi aka-ukalar. Shu o'tirib don yedimi, уже tamom, parrandangizda modda yetishmovchiligi bor. Boshlanishi ya bo'lmasa. Shuning uchun videolarimda ko'p ta'kidlaganman, bu minerallar, makro elementlar, vitaminlar e'tiborli bo'lamiz aka-ukalar. Buni million aytaman, yana aytaveraman, charchamayman. Hamma kasallik shu oziqlantirishdan kelib chiqadi.
90% keserlikler bu. Başlı 99%. Nimaga? Sebebi bu azıqlantirishda noto'g'ri xatoliklarga yo'l qo'ysangiz, bu parrandaning immuniteti tushib ketadi. Keyin har qanday bir shabada bo'lsa ham bu piqillab, xirildab, har xil kasalliklarga chalinib, yaxshi bo'lishi ham qiyin bo'lib, sizni oziqlantirishingiz, hamma narsasi yetarli bo'lib tursa, bu parrandaning immuniteti yuqori bo'ladi. Bu kasallikni, ancha-muncha kasallikni pisanda ham qilmaydi, yuraveradi, o'sishi ham, rivojlanishi ham chotki bo'ladi. Yana bitta narsa, mana shu paytida masalan, shu 2 oylikda, ayniqsa 60 kunligida bitta shu qurtlariga, gijjalariga dori ham ichkizib yuboramiz. Ukalar, bu обязательно esingizdan chiqmasin. Bu masalan shu zararkurandalar, gijjalar, qurtlar, bitlar, kanalar bular parrandani o'sishdan to'xtatadigan har xil yuqumli kasalliklardir. Shu xullas kalamda shu narsalar bo'lsa, shu parrandangiz bo'lmaydi xullas. Oldiga yurmaydi ham. Katta parrandangiz bo'lsa tuxum ham qilmaydi xullas kalamda. Shuning uchun bu qurtlar, gijjalar haqida videolarimiz ko'p, dorilarni shu rasmlarigacha qo'yganman. Hammasi bor, shuning uchun e'tiborli bo'lamiz. Endi qayta qo'ymay turibman rasmlarini. Xullas kalamda aka-ukalar, shu narsalarga e'tiborli bo'laversak, haligi problemalar bitta kamayadi. Telegram guruhimiz bor aka-ukalar. Telegram guruhimizga o'tsangiz, bu yerda kasalliklar haqida ma'lumot olishingiz mumkin. Parvozda xo'roz janglarini tomosha qilishingiz mumkin. Parrandangizni reklama qilib sotishingiz mumkin. Xullas siz uchun juda ham bir foydali guruh. Telegram guruhni silkasini kommentariyada qo'yaman aka-ukalar. O'tsangizlar foydali. Yana bitta narsa. Jo'jalar sotiladigan jo'jalarimizni ko'rsatganman o'tgan videoda. Endi Tojikistondan bitta akamizmi, ukamizmi YouTube tarmog'idan kommentariy yozgan. Tojikistonga ko'proq asam o'tkazib berib bilasizmi? Tamojnidan degan nima bo'pti-da. Aka-ukalar, men tamojnidan o'tkazib berib bilmayman. Shu tamojnigacha olib borib berishim mumkin. Tamojnidan o'zingiz tanish bilish qilib o'tib olsangiz bo'ladi. Yana bitta narsa, u kommentariyaga yozib o'tirmasdan telefon nomerlarini qo'yib turibman. Shu telefon nomerlariga aloqa chiqsangizlar, bir ovoragarchilik deydimi, bir ozgina kamayaradi aka-ukalar. Telefon nomerlarini qo'yaman. Mana shu telefonlarga aloqa chiqishingiz mumkin. Kommentariyaga ham qo'yib qo'yaman. Xullas kalamda aka-ukalar. Xo'rozlar garantiya, jo'jalar garantiya aka-ukalar. Hech qanday qoni toza narsa, davrada ota taraf, ona tarafi ham kamida 5 marta, 6 marta yutib yurgan narsalar. Xullas past narsa emas. Xudo xolasa o'tgan yil sotgan jo'jalarimizdan yaxshi havolar kelib turibdi. Yutuqlari. Xullas kalamda. Aka-ukalar, bugungi aytmoqchi bo'lgan gaplarimiz shular. Sog' salomat bo'lasizlar. Yanagi videolarda diydor qadar uchrashguncha Allohga omonat sizlar.